Akalar, vaziyat jiddiy. Kun o'tgan sayin bu vaziyat borgan sari og'irlashib boryapti. Bizni xohlasak, xohlamasak bu narsa bo'lish kerak edi. Bizni tayyor turishimiz kerak edi. O'zbekiston bozoriga xitoylik tadbirkorlar, Xitoyni O'zbekiston bozoriga ko'z tikkan odamlari juda ko'p va katta mablag', katta resurs va katta kuch bilan kirishib boshladi. Bu endi bizga yengil emas, ancha bo'ldi bu vaziyatga. Lekin ta'siri mana endi bilinyapti deb o'ylayapman. Nimaga desanglar, bitta o'zingizdan qiyos keltirsanglar ham, kimdir uylarda tadbirkor, kimdir ishlab chiqaruvchi, kimdir tijoratchi tan olish kerak, suvda yo'q, odamlarning qo'lida puli yo'q. Nima demoqchiman, akalar, bitta misol aytadigan bo'lsam, Xitoyni o'zi o'zbek tilini o'rganib, bozorga kirib savdo qilyapti. Men birinchi qo'lman. Mendan olgan, men O'zbekistonda zavod quryapman deyapti. Bunaqa xitoyliklardan O'zbekistonning hududiga kirib kelgan qancha tadbirkorlari bor. Akalar, oxirgi 5 yilda nima bo'ladi? Qattiq qarash kerak bu narsaga va bizning hozirgi katta tadbirkorlar ham uje harakatligini boshlashgan. Birlashish kerak. Bitta sohaga emas, hamma sohaga birdek ta'sir qiladi. Chunki qaysidir Xitoy kirib, nimadir zapchasi olib kirsa, qaysidir Xitoy kirib turib, nimadir ishlab chiqarishni boshlaydi. Связанный bo'ladi. Akalar, bizi shu O'zbekiston bozoriga bir-biriga konkurent bo'lib, o'sha qobiq ichida qolib ketgan. Akalar, kengayish kerak, birlashish kerak. Bu ketadigan bo'lsa, oxirgi 5 yilda menimcha yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Bizda ko'p ishsizlik, ko'p biznesni kasodga uchrashi va bir qancha yomon omillarga olib kelishi mumkin. Nima deysizlar? Bunaqa ma'lumotni men birinchi aytayotganim, internet hozir juda ko'payib ketdi. Akalar, mebel sohasini oladigan bo'lsa ham, Xitoydan mebel olib kirib sotadigan akalarimizni 30% ga narxlar tushganini aytishyapti. Nimaga desa, Xitoy o'zi olib kirib, o'zi savdo qilib, o'zi sotyapti. Mana o'zimdan ham yer so'ragan xitoyliklar qalashib yotibdi. Toshkent viloyatida joy qarab ber, Toshkent hududida unaqa uzoq bo'lmasa, ishlab chiqarishga 1-2-3 gektarlik joy kerak. Nimaga desa, Toshkentga kirib, endi bizda asosiy 12 ta viloyatimizda Toshkentdan mol tortib olib chiqib ketganini hisobiga bozorlarda masjidga Toshkentning bozorligi men birinchi qo'l bo'lib turib ishlab chiqarib bo'lib beraman deyapti. Bu nima? Birinchi qo'l degani bu uje bozorni olib qo'ydi degani. Akalar, bu mavzuga qattiq qarashimiz kerak. Chunki bu hozirgi ishlab kelayotgan narsamiz. Ertaga bu narsamiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Alloh bilguvchi.